Farg'ona shahar ko'rki bo'lgan Zumrad kompleks. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi obzorimiz Center Glavopochta yaqinida 10 qavatli binoyimizni 7-qavatida bo'lyapti. To'rxona 120 kvadrat. Kirib kelishimizga sirasi sanuzul qismimiz poldan patologgacha kafel bosilgan, ideal remont qilingan. Juda ham sifatli mebel texnikalar ishlatilgan. Undan keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan xonamiz mehmonlarimiz uchun mehmonxona. Ko'rib turganingizdek sifatli mebel texnikalar, sifatli remont ishlatilgan. Mana bu mebelni o'zi Turkiyadan zakaz qilgan ekan. Bitta xonasini ko'rdik. Undan keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan xonamiz обедная zona. Ko'rib turganingizdek sifatli remont qilingan. Sizlar o'zini balkoniga ega. Uyimizda ikkita balkonimiz bor, ko'rib turganingizdek. Mana parkimiz, mana universitet, stadion, hammasi chetdayizlar. Bundan keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan oshxonamiz совмещенный, раздвижной eshiklar bilan ajratib qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, sifatli remont qilingan. Kuxnya qismimiz yaxshi sifatli mebel texnikalar qo'yilgan. Bu oshxonadan chiqib ketishimiz, ko'rib turganingizdek. Sizlar koridor bo'ylab davom etadigan bo'lsa, garderobniy qilingan, juda ham ideal решение. Davom etadigan bo'lsa, bu bolalar yotoqxonasi, ko'rib turganingizdek, ideal remont qilingan. Bu eshikdan kirib, bu eshikdan chiqib ko'rasizlar. Hozir yana bitta sanuzulimiz. Remontiga bitta bahoga qo'yilgan. Ideal remont qilingan, dush kabina, barcha sifatli. Bundan keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan maydonimiz kattalar yotoqxonasi azizlar. Remontni ko'rib turib bitta baho berib qo'yasizlar. Bu yoqda bitta balkon bor. Sifatli remont qilingan. Xo'p, uyimiz to'rxona 120 kvadrat bo'lyapti. Narxiga keladigan bo'lsa, egalari $110,000 aytishyapti. Albatta kelib ko'rib savdolashish imkoniyatiga egasiz.